Carnival Comfort eng bazaviy komplektatsiya. Bu komplektatsiyamizda hozir nimalar bor, nimalar yo'q, sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda farali reflektorli LED, oldi parktronikali hamma komplektatsiyada bo'ladi. Diskalar 18-razmerdagi litoy, bilasizlar, keyingi komplektatsiyalarda 19-razmerda bo'ladi. Bu komplektatsiyamizda eshik, bagaj elektroprivodda bo'lmaydi. Ruchnoy qo'lda ochib, qo'lda yopiladi. Salonimizni ko'rsanglar bo'ladi. Salon material tekstil, kojinli salon emas. Ko'rib turganingizdek, bagajimiz ruchnoy ochiladi. Bu mashina 8 kishilik. Kapitanskiy sideniyya bunda yo'q. O'rtada как divan 3 tali sideniyya bo'ladi. O'rta qatordagi sideniyani bemalol bar sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Mashinamizda yangilangan полноценный monitorlar и mashina 3 zonli klimat kontrolda. Korobka peredachamiz shunaqa richak bo'ladi, shayba emas. Abduf Abagrev bu komplektatsiyamizda yo'q. Ruchnoyli elektronli avto hold drive mode, ya'ni rejim tanlashlar ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi, salonni yangilangan. Oldingi salonda bejeviy bo'lardi. Bo'ladi sal boshqacharoq chiqib qoldi. Rullarimiz multi rul, cruise control, hamma narsalar bor. Lyuk faqat keyingi komplektatsiyalarda bo'ladi. Oddiy tom. Bu pozitsiyada 360 kamera bo'lmaydi, faqat orqa kamerani o'zi. Keyingi komplektatsiyalardan 360 kameralar qo'shiladi. Hozirda sotuvda Carnival Comfort komplektatsiyamiz 624 million 900 ming.